bo'lsa, endi esa qiz bo'yi 1.77 deyapsizlar, to'g'rimi? Deyishyapti. Shunaqa deyishyapti. Deyishyapti, aka, deyishyapti. Shunaqa deyishyapti. Biz demaymiz, ular deyapti. Men o'sha narsani o'z ko'zimdan ko'rib, anaqa qilganman. Bo'yinda mana shunaqangi kalta baylanganki, bo'yinda orqa tarafiga temir shunday tegib turdi. Kalla tepada. Tushunyapsizmi? Oyoq yerda uchiga tegmas, bir 5 sm tegmas bo'lib turdi. Endi qanday fakt bu? Aka, qarang, siz meni tushunmadingiz. Boya nima turing, opa. Aka, qarang, boya aytayapti bir ayol kishi. Orasi 1.80 bo'lgan deyapti temirda. Marhumani bo'yi 1.77 bo'lgan deyapti. U ayol kishi sochidan osmaydi-ku o'zini. Bu kallasini nimaga hisoblamayapti uni? O'sha kallasini aytyapman, o'sha kallasini nimaga hisoblamayapti? O'sha kallasini aytyapti. Shuni aytyapman men ham. Siz hozir noto'g'rilashib ketyapsiz-da. Aka, tushuntirmoqchi edim. Kalla nimaga anaqa qilmaydi? Shuni ayting. 3 sm qoladi, qanaqasi o'zi osadi deyapti. Osilib tegib qolmaydi-ku. Sirojiddin. U temirda. Bir 2 kilo yukni ushlab hayotda qiyshaymaydi ham, sinmaydi ham. U temir nerjavika, profil. O'zbekistonda profil degan narsa bo'ladi. 4x4 profil bo'ladi. O'sha nerjavikasi, o'sha 4x4 deb o'shanda narsa bo'ladi. Profil. Hech qachon uncha sinadigan narsa emas nerjavika. Og'ir metallda u. O'shanaqa narsa. To'g'ri aytdim. Oynani ushlab turibdi-ku, oyna og'ir bo'ladi, to'g'rimi? Qarang, mayli qishayadigan narsa, bundaqa turba nerjavika ingichka turba bo'ladi. U profil. Nerjavika. Mana shuni tushuntira olmadim odamlarga, Sirojiddin, mana shuni tushuntira olmadim. Aylanib turba u, siz aytayotgan narsa u. Unda anaqa qiyshayib ketadi. Bu narsa to'g'ri narsa, ko'rdilaringiz, o'z ko'zlaringiz bilan. Ben ugolliyim, nimadir deydi buni. Buni nimadir deydi, ugolliyim, nimadir deydi. Profil u, nerjavika profil. Baqvat narsa-da bu narsa. To'rtburchak narsa. Ishlamaydi. O'sha sababdan ham Sirojiddin bozorda Endi sizlarga yana bitta savol. Nima uchun pastdagi lift oldidagi misolchi eshik mana shuncha vaqt misol ichkaridan odam chiqsa ochilar ekan eshigi yoki kod bilan nimaga kodni terib yoki kartani urib anaqasi ochiladi degan anaqani faktni olib kelmayapti. O'sha yerda kamera olmayapti. Yana tepaga uning chetiga chiqib shuni liftdan chiqib uyin eshigini oldigacha borguncha necha minut sekund ketadi o'sha yerda. U nimaga kerak? Nima kerak? Sizlarga bitta savol. Nima kerak u? Pastdagi liftga kiradigan eshik nimaga? Qanday ochiladi degan bir fakt tashlamaydan qayerdagi kameralar bu qizim emas. U kamera hozir qo'yilgan kamera va shu boshqa narsa u. Etta lift kamerasi. Siz Sirojiddinmi? Bitta savolim bor sizga. Bitta savolim bor. Qarang. Kechagi uy, mana kameraga olgan uy bilan ani uy boshqa edi, to'g'rimi? Chunki kuxni to'g'ri deydi buniki. Sizlar kirgan kuxni avaz ko'rsatgan kuxni chap qo'l deydi. Oyna mayda bo'lib ketadigan oyna edi, nima gulli oyna edi. Hozirgi oyna baqvat oyna. Farqi bor oynaning. Kuxni ham farqi bor. Qo'li bilan deydi, urib ko'ryapti. U singan. Men yana tushuntirib aytyapman. Qiz qo'lda endi Sherzod bilan so'raganimda politsiya xodimiga ham xuddi shunday degan. Qo'li bilan misol uchun tortishgan bo'lsa, gap talashgan bo'lsa, qo'lida istakan bilan birinchi oynaga otgan. Oynani teshib o'tgandan keyin oynasi sinargan anaqa bo'lib qolgan, keyin qo'li bilan ichcha urib turgan. O'zicha oynani esa urib ko'ryapti. Birinchi stakan otilgan yerda. U mayda bo'lib ketadigan oyna. Bo'li ko'rsatgan oyna uni mayda bo'lib ketadigan oyna emas-da. Shuni yetishmayapti-da. Shunga ahamiyat berishmoqda-da, bular faqat qoralayapti. Kema kirib aytdim, unda 2 xil uyku desam yo'q debdi-da. Mayda detallarga ahamiyat berishmoqda odamlar. Nima uchun bo'lmasa bitta anaqa nima shuncha
aybli o'zlaridan o'zlari fakt keltira olmasa nima biz bu yerga bo'lmasa politsiya bizni chaqirmaydi ham hech narsa qilmaydi. Nima uchun? Sabab. Qonun bor, qonun yaxshi ishlaydi. Shu uchun hech qanday bu yerda hech qanday anaqa yo'q. Siz aybingiz nima ekan bilasizmi? Videoga olmaganingiz. Yo'q, inson qanday videoga olaman? U qayta men uni jonini odamning tupoyda, shu darajaga tupoy. O'zim masam o'sha narsani. Qaysi birovlaring o'likni misol uchun ko'rgansizlar. Bularga o'layman. Masalani Qoladi odam, shok tushib qoladi. Shu narsani tushib qolibdi, mana kallasi ishlamabdi. Savol berdim shuni. bittadan. Tushunib turib tushunmaslik bo'ladi. Tushunib turib tushunmaslik bo'ladi. Nima uchun? Inson kimni nimani xohlasa o'shani qiladi. Insonni ishontira olmaysiz. Siz aybdor bo'lishingiz kerak. Peshonangiz hammani biladi. Bo'ldi, to'xtab turinglar-da. Bo'lishingiz kerak. Xudoyim. Qaranglar, hozir yangi temani ko'raylar. Qurigan daraxtning nima aloqasi bor? Men ham shunga bugun ko'rib shunaqangi bir kulgim keladi, bir shunday. Biz 3 kundan beri izolyatsiya qilyapmiz-da, shu qurigan daraxtning nima aloqasi bor? Qurigan daraxtni. Ko'tarib olib chiqa olasizlarmi shu qizni uchakkacha? Yo'q, ko'mishmoqchi bo'lgan ekan, ko'mishmoqchi. Yo'q, ko'tarib olib chiqishchi. Qo'g'irchoqmas. Sizlarga bitta yana Ro'yisdan bitta savolim bor edi sizga. Gapirib olsin, gapirib olsin. Javob gapirib olsin. Gapiring, gapiring. Endi aytyapti orqa eshik, u eshik bor deydi. Yerga kiradigan lift misol uchun eshik bitta yo'l bo'lsa, shunday tepaga chiqib borasiz. Tepaga chiqib borgandan keyin yana qanday eshik bo'ladi u? Bitta eshikka kirib chiqadigan eshik. U deydi orqa eshikdan unday qilmoqchi edi, bunday qilmoqchi. Boqqa qanday obar bo'ladi? Bir tasavvur qilinglarchi, boq yammayo. Keyin yana nima? U nima qiz qayerga jon bergan? Bilasizlarmi? Kasalxonada. Kasalxonaga jon bergan. Kasalxonaga. Qo'liga alkogol spirt jo'natmadinglar qo'lidan? O'sha davomida Xatga qolib ketasizlar. bitta Nozimani bolani yaxshilash kerak. o'zidan quyib olmadinglar aroni? Dabdalasini chiqardi bu bolani, kasal orttiribdi bu bola hali. Teja prokurorligingizni boshqa joyda qilasiz. Bu bolani aybi o'sha ayolni qutqarmoqchi bo'lgani, o'sha ayolni zvanogiga bor yo'qol uxlayman deb bormasa shu balolarga qolmasdi o'sha bola. Borgani o'sha bolani bu aybi. Nima siz haligacha borku, haligacha afsuslanaman. Nimaga bilan lift eshigi nimaga shunday ochilmadi? Nimaga kutib qoldim? Shu 10 minut kutib qolmaganimda shuni qutqarib olib qololamanmi degan shunaqangi umid haligacha shunaqangi uradi mana yurakda. Shunaqangi noqiladim. Mana shu ishlar, mana shunaqa narsalar bo'lmasmi dedi. Mana nimaga umid kutib qoldim lift oldiga deb. shu yozilganda Sirojiddin, shu yozilgan ajal, umr tugagan, sababchi bo'lgan, shu olib ketdi. Endi biz shuni tushunyapmiz, lekin boshqalar qilolmay qatl qilyapti-yu. Boshqalarning o'zini fikri, o'zini miyasi yo'q. Sirojiddin, Boshqalarga ishimiz yo'q. Buning uchun biz javob beramiz. Kameralar ochildi, mana onasiga qo'yib berildi. Sirojiddin qo'yib berilgan. Ayla Sirojiddin, siz oldin uyiga borganmisiz? Kirib chiqib yurganmisiz? Do'stingizga borib ko'p borganmisiz? Bilarmidingiz? Men uyini berdi, uyi bir xonalik uyi bo'lgan. O'shandan misol uchun ko'chib o'tgan payti yuklarimni olib o'tishinglar degan payti borganman, yuklarni ko'chirgani, yordam berganman. Tanish uy bo'lgan baribir. Sirojiddin qarang, mana onasi bordi, kameralar ochildi-ku, sizlarni yana chaqirilib so'roq bo'ldimi? So'roq qilindimi? Hech narsa qilgani yo'q.
qayta esa biz esa politsiyaga borib nima bo'ldi javobini ber, biz ham eshitamiz. Sen deydi bor deydi, ishingni qilaver deydi. Hech qanday berga deydi ona bilan posolsiyaga javob beriladi. Sen nimaga kelding deb ana shuni qiladi. Sen bor deydi, ishingni qilaver, hech qanday anaqa yo'q deb. Sirojiddin elchixonaga ham murojaat bilan chiqishni harakatini qilyapti. Nomlarini oqlash, tuhmatlarga chek qo'yish mavzusida-da. Ha, harakat bo'lyapti. Nima Sirojiddin, qarang, keyin marhumani siz tushirib yubormaganmisiz? Yuzi nimaga haligi burni singan u deyishyapti-ku, shu masala bo'yicha. O'zi burni hayotligidan sal qiyshiqroq bo'lgan. Yo'q, javobini eshitdingiz, hozir yigitni. Savolingizni Sirojiddin, qarang, qanaqa qutqarib olgan, shuni aytib bering, bularga bo'ldi. Mashma'noda gapirishyapsiz. Shuna kirib borganman. Uyga shuna kirib bordim. Kirib borganimni shuni eshik ochsam, uy barda ekan. Keyin shuni endi xonasi shuni Nozma deb shuni chaqiryapman, ovoz kelmayapti. Ovozingiz kelmay qoldi. 100% aldayapti bu boy. Yo'q, atrofdagi ishonib o'tirganinglarga qoyilman. Vangamisiz?